Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda Ko'g'in shahar fuqarolari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi PQ-12 qarori va viloyat Buxoro viloyat islohotlar natijadorligi hududlarning ishlarini borishi hamda aholini qiynayotgan masalalar yechim topish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan 2025-yil 12-avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda berilgan topshiriqqa asosan 2025-yilda Ko'g'in shahrida 5207 nafar aholining daromadini mehnat bilan ta'minlash dasturi tasdiqlangan edi. Shundan investitsiya loyihalari bo'yicha 640 nafar, doimiy ishga joylashtirish, tadbirkorlikka jalb etish hisobiga 4652 nafar, qurilish hisobiga 410 nafar aholining bandligini ta'minlash topshirig'i berilgan edi. Qaror ijrosini sifatli hamda haqqoniyligini ta'minlash maqsadida mahallalarda band aholini hamda yaratilgan yangi ish o'rinlarini yangi ish mehnat.uz elektron platformasi orqali monitoring qilib borildi hamda soliq inspeksiyasining elektron hisobotlar bazasi bilan tahlil qilindi. Tahlillarga ko'ra 2025-yilda shaharda 5903 nafar fuqarolar daromadli mehnat bilan band qilindi. Reja ijrosi 103.5% ga bajarildi. Ushbu olib borilgan ishlar natijasida 2025-yil yakuniga kambag'allik darajasi kambag'allik reyestridagi oilalarning hisobida yil boshidagi 4.9% dan 3% ga qisqartirilib, 1.8% ni tashkil qildi. 300 ta oilaning 1156 nafar oila a'zolariga xizmatlar ko'rsatildi. Endi 2026-yilda amalga oshiriladigan ishlarimiz to'xtalib o'tsak. 2026-yilda 9207 nafar aholini doimiy ishga joylashtirish, daromadini oshirish va yashirin ish o'rinlarini soyadan chiqarish bo'yicha aholini band qilish reja qilib olingan bo'lib, 1439 nafar fuqarolarni doimiy ishga joylashtirish yo'nalishida investitsiya yo'nalishida qurilish bo'limi, bandlik bo'limi hamda moliya bo'limlari biriktirib berilgan. 2435 ta ish o'rinlari soyadan chiqarish yo'nalishida 5333 nafari esa fuqarolarning daromadini oshirish yo'nalishida demak rejalar qilib olingan. 367 ta kambag'al oilaning 1300 nafar a'zolarining daromadini oshirishga qaratilgan barcha xizmatlar bilan qamrab olinadi. Ya'ni 2026-yilda doimiy ishga joylashtirish hisobiga 128 ta, kambag'al oila daromadini oshirish orqali 59 ta, kasb-hunarga o'qitish orqali bandlikni ta'minlash va boshqa yo'nalishlar hisobiga 22 ta, norasmiy faoliyatni legallashtirish hisobiga 40 ta, tadbirkorlikka jalb qilish va boshqa yo'nalishlar hisobidan 118 ta kambag'al oilaning daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olish reja qilib olindi. Shuningdek, kambag'allikka tushish xavfi bo'lgan 56 ta oilaning 201 nafar a'zolarining daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olinadi hamda 317 ta oilaning 1300 nafar a'zolariga kambag'allikdan chiqariladi. Joriy yil yakuniga qadar tijorat banklari va hokim yordamchilari bilan birgalikda bir mahallada o'rtacha 40 tadan jami 760 ta mikroloyiha ishga tushirilib, 1520 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Mazkur ishlarni amalga oshirish natijasida 2026-yil yakuni bilan ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi.